Dashli joydan dacha qurish uchun yer topib qo'ydim, akalar. Ko'rishingiz mumkin. Old sotu. Fasad 15, ichkariga 40 bo'lyapti. Men narxini ham video davomida aytib o'taman. Undan oldin lokatsiyasini bitta sizlarga tushuntirib beraman. Ko'rib turganinglar, G'azalgen gesi bo'ladi. Shundoq suvni bo'yida. Beldirsoygacha 5 kilometr Oqtosh pastda joylashgan. Gaz, svet, suv, Wi-Fi gacha hammasi bor. Oldini ko'ryapsizmi? Kattagina zaxvat joylari ham bor. Oldida bu yoqda mashinangiz bo'lsa, mashina qo'yish uchun ko'chalari katta, keng. Kirib chiqishga ham ba'zi dachalarga kirganda tor ko'chalar bo'ladi-ku, unaqa emas. Ko'chalar katta va keng. Shundoqqina suvni bo'yida. Bu yoqqa chiroyli qilib archalarni ekib qo'ysangiz, kalat qo'yib qo'ysangiz, bu yerda ham mehmonlar dam oladi. Hoji aka endi dachaga odam qo'yib, dacha qurib pul topadigan paytingiz keldi-ku. Mana shu joyimizni bitta ko'rmaysizmi? Narxini startiga $63,000 deyaptilar, yana kelishtirib beradi. Sizlar bilan birga ichkarisini ko'ramiz, qani yuringlar. Akalar, mana ichkari tarafini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib dachani qurib pulni topib ursangiz bo'ladi, hoji aka. Xohlasangiz bu yoq tarafni sotib olsangiz ham bo'lar ekan. Xohlasangiz bu yoq tarafni olsangiz ham bo'lar ekan. Xohlasangiz ikki yoq tarafni ham olsangiz bo'ladi. Qiziqqanlar uchun har doimgidek pastda egani raqamni yozib qoldiramiz. Shunaqa uylarni o'tkazib olmaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Sizga yoqadigan uylarni xudo xolasa hali joylaymiz.